$190,000 Yunusobod sabzavot mahallida joylashgan 2 sotuvga qurilgan shunaqa high-tech uchastkamiz sotuvga chiqdi. Ketib ko'rib chiqamiz. Ko'rib turganingizdek, hovli qismida turibman. O'zini letniy kuxnyasi bor ekan. Ziloniy zonasiga alohida ahamiyat qaratishgan. Uyning ichiga ikkita eshikdan ham kirsa bo'lar ekan. Uzoq kuttirmayman, uyning ichini ko'rsatishni boshlaymiz. Uyga kirishimiz bilan chap qo'lda shunaqa katta xona joylashyapti. Lyustrali ilingan va bu xonadan, ya'ni ichkari xonaga ham kirilar ekan. Orqa hovliga chiqadigan eshik bilan radiatorskiy sanuzli ham bor ekan. Ketdik, endi qolgan xonalarni ham ko'rib chiqamiz. Oshxonamiz juda ham keng ekan va yorug'. Kuxonning garnituri va texnika ham qo'yishgan va bu eshikdan hovliga ham chiqsa bo'lar ekan. Birinchi qavatdagi umumiy sanuzl. Ketdik, endi biz sizlar bilan ikkinchi qavatdagi xonalarni ham ko'rib chiqamiz. $190,000 ga Yunusobod sabzavot mahallida joylashgan 2 sotuvga qurilgan 5 xonali tayyor pod ключ uy sotib olishingiz mumkin. Bu xonamiz menga juda ham yoqdi. Kengligini qaranglar va o'zini sanuzli ham bor ekan va eng asosiysi shunaqa o'zini katta balkoni bor. Bemalol dam olgani chiqsanglar bo'ladi. Ketdik, endi biz sizlar bilan boshqa xonalarni ham ko'ramiz. Bu spalnyamiz, o'zini kichkinagina balkoni ham bor ekan. Shunda ikkinchi qavatimizda 3 ta spalnya va 2 ta sanuzl joylashyapti. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, bitta like va podpiska bosib qo'yish esingizdan chiqmasin.